Assalomu alaykum. Nipando mebel kuzatuvchilari. Mana biz yana bitta obyektni xudo xolasa bitirdik ishimizni. Bu yerda ishlatiladigan materiallar sifatli ham nima bo'ldi. Petlilarimiz mana Alsayt firmasidan ishlatdik. Bu tomon ikki cheti ko'rpa teradigan va narsalar ko'p ekan. Mijozimizni shularni qo'yarkanlar. O'rtasiga mana bunisiga polka qildik. Yana bittasiga mana veshilka teradigan truba. Tepa qismi ham hozir polkasi yo'q ichida. Narsalar ko'p ekan. Shularni teraman dedilar.